Diqqat, 2 yoshlik jajji bola qidirilmoqda. Instagramlarga qo'yilgan videoroliklar tagiga yozyapti, bolang topilgan, bolang bizda, yo bo'lmasam katta summaga bolangni qaytarib beramiz deb. Aytishlariga qaraganda 26 aprel kuni ona o'z farzandini yo'qotgan. Boshlanchi ko'rinib qoldi-da. Ha, suv kamaydi. Mana enches xodimlarga rahmat. Taxminan soat kechki 6 vaqtlarida ona farzandi bilan sayrga chiqqan va ozgina masofaga borib kelgan, ammo bola joyida bo'lmagani aytilmoqda. Bola 25 va 26 kundan beri qidirilmoqda, hech qayerdan topilayotgani yo'q. Video murojaati Max Media kanaliga bo'ladi. Surxondaryo viloyati Sangardak dam olish maskanida 2 yoshli bolajon yo'qolgan. Xabarlaring bo'lsa, 2026-yil 26 aprelda bu ish voqea bo'lgan. Aka, bu ota-onasiga yordam berishingizni iltimos qilib qolamiz. Aziz yurtdoshlar, befarq qolmang. Sizdan bu videoda pul yoki nimadir so'ramaymiz. Faqatgina maslahatingiz kerak. Bolani qayerdan qidirsin? O'sha yerda oqar suv bor ekan, yaqinroq joyda suvni ham qidirishmoqda. 2 yoshli jajji tilab olgan farzandini ona va ota kuni tun uxlamasdan qidirmoqda. Maslahatingizni kommentariyga yozasiz degan umiddaman. Iltimos befarq qolmang va videomiz kengroq yetib borishligi uchun bittadan like bosib qo'ying. Alloh rozi bo'lsin iltimosimizga teskari qaramaganingiz uchun.